Polivoy storchekdamiz. Shu agent bilan birga yuribmiz. Adashmasam, Xonobodda edi. Xonobodda o'zi nechta do'kon bor desam, kam cho'ta donani aytdi-da. Mayli dedim, bir kunda aylanib chiqaman dedi. Endi sentr asosan qolgan maydalari ham asosiylari bor, o'shalarga kiraman, u bu dedi. Birga yurimiz, xullas do'kon chiqyapti, o'tib ketyapti. Ikkinchisi chiqyapti, nimaga bularga kirmaysiz desam, yo'q bu bozor bilan ishlaydi, faqat qarzga ishlaydi. Bu bizdan olmaydi, uni o'zini joyi bor. Bu biz bilan ishlamaydi, bu biz bilan urushgan. Xullas qanaqadir bitta sabab bo'lgan, uni o'chirib tashlashgan, spiskadan umuman kirilmaydigan, lekin yodlab olgan shuni. Yo'q bu do'kon unaqa edi, yo'q bunaqa edi, kirish mumkin emas degan qanaqadir zapretni qo'yib olishgan o'zligiga. Bu juda ham noto'g'ri-da. Menimcha bunaqa ishlaydigan savdo agentlari ko'p bo'lsa kerak. Shular uchun bitta narsa aytmoqchimanki, bu o'ta noto'g'ri narsa. Bu o'sha plan tugur, planni yarmini ham, chorigini ham bajara olmasligi uchun sabab bo'ladigan narsa. Bu xullas distributsiyadagi eng mudhish xatolardan bittasi. Men o'zim ham agent bo'lib ko'p yil ishlaganman. O'sha O'zdo deymiz, bozor bo'yicha ishlaganimizda o'sha Qo'yliq dehqon bozor hozir buzilib ham ketdi shekilli. O'sha yerda taxminan 52 ta magazin bor edi, общий. Shulardan bilmadim, bir 35 tachasi menimcha ishlardi men bilan. Shu 15 tami, 17 tami taxminan endi ancha yillar bo'lib ketdi, salkam 20 yil bo'ldi. O'shalar ishlardi. Xullas, bitta do'kon bor edi, o'sha meni haligacha esimda qolgan. Shu birinchi kundan shu kirib katalog bilan o'zimni tanishtirib, "Yo'q, aka, kerak emas" degan. Keyin har safar endi baribir o'sha aylanib yurasiz o'shanda. Har safar salom berib, salomni qizg'anmasa salom berib, "Aka, yaxshimisiz?" dedim. Kirib yana o'sha muloqot o'rnatmoqchi bo'lardim. Endi qanaqadir band bo'lgan bilmadim, bir kun qo'polroq gapirib, "Yo'q, kirishingiz shart emas, bilamiz, aka, kerak emas" deyordi. Hamma ayladim, lekin baribir endi u shaxsan menga nisbatan emas, uni bir qanaqadir yomon anaqasi ham meni mahsulotimga nisbatan qaratilgan. Shuning uchun men o'zimga olmadim. Keyin ham mana necha marta kirardim, salom berib, boshqa qilib, so'rashib, kerak bo'lsa o'tib keturardim. Bir 10-martasi shekilli yoki 10-nechinchi martasimi, 12, 13, 15-martasimi bilmayman, aniq esimda yo'q, lekin 10 dan tepada xullas. Bir kuni har doimgidek salom berdim, "Yaxshimisizlar, yaxshi ishlayapsizlarmi?" dedim. Bilaman, uje refleks bo'lib qolgan, lekin bari so'rashilyapti, baribir o'zim borligimni bildirib qo'yibman bu yerda. Keyin shunda, "Ey aka, to'xtang" dedi. To'xtadim. "Kiring, bu yoqqa keling" dedi. Endi kirishga katta zapret qo'yganda, endi chaqiryotdim, kirdim. "Keling aka" dedi, qo'llarini berib, qo'lini birinchi sochiqlariga artib, so'rashib, yaxshimiz quyuq so'rashdi. Aytdi, "Aka, shuncha payt o'tib yurasiz. Bir safar sal anaqa qildim, uzr, sal nima deydi, bandroq paytim, sal qo'polroq muomala qildim, lekin siz baribir shu kelib salomlashib, nima deydi, savdolarga baraka, yaxshi ishlaylar, charchamanglar deb ketasiz. Sizdan hech narsa olmasam ham, men qanaqadir xijolatman, shunga kakta aybimni yuvmoqchiman" dedi. "Sizlarda falon anaqasi bormi mahsulotingiz? Men bunaqa 10 kiloligi bormidir?" "Ha, bor." "Bo'ldi, shundan o'sha chiqarib yuboring" dedi. "Falon dona, falon anaqa" dedi. "Chiqarib yuboring, ko'ring, xudo xolasa, menimcha yaxshi bo'lsa ishlab ketamiz" dedi. "Nu" dedi, "baribir olib turaman sizlardan. Bo'lmasa boshqa mahsulotingizdan. Xullas, tipi bo'ldi, endi bunaqa yo'q. Xullas, ishlayman endi siz bilan" deyapti. Aybimni yuvib, xullas taslim bo'ldim deganday, mana shunaqa qildi. Xo'p, deb chiqarib yubordim. Keyin bu yaxshi sotilgan uni do'konida. Keyin telefon qilyapti. "Aka, dedi, qachon kelasiz?" Haftada bir marta, 2 marta borardim. O'sha pромежуткасida уже 2 marta borsam ham уже sraz sotib yuborganman. O'sha kelgan kunning o'zida ani kechigi chiqarganingizdan yana chiqaring dedi. Borsam, "Ey, yaxshi kelib qoldingiz aka" dedi. "Telefon qilaymi, o'zlari keladilarmi" deb nima qilyotgandim dedi. Keyin men, "Yo'q aka, telefon qilavering, bemalol, bexijolat 24/7 SMS сообщение yozib qo'ysiz ham ertasi kuni chiqarib yuboraman molni" dedim. Xullas, ishonsangiz o'sha Qo'ylikda 3-4 ta topoviy, juda katta miqdorda oladigan do'konlarning bittasiga aylanib qoldi. Bu bilan nima demoqchiman? O'zim men shunaqa zo'r bo'lganman degan ma'noda emas. Menda ham zo'r agentlar bo'lgan, hozir ham bor. Undan keyin ham bo'ladi. Prosta o'sha sabr, toqat
o'sha nima deydi, yaxshi muomala kurash urish kerakda, xullas bu to'xtash kerak emas, taslim bo'lish kerak emas. Aksincha taslim qilishingiz kerak. Yaxshi muomalangiz bilan, sizga qilingan yomon muomalaga nisbatan ham yaxshi muomala bilan taslim qilsa bo'ladi. Yana bir o'sha optom tochkalar bo'yicha targ'ibot agent bo'lib ishlaganimda ham o'sha bergan mahsulotim bitta optavik mahsulotingiz musor ekan, men o'zim ko'rdim, iste'mol qilib, o'sha ichib ko'rdim, boshqa ekan degan odamni ham o'sha yerda ham hech qanaqa o'sha konfliktga bormasdan, nimani musor duos yoki boshqa yoki xafa bo'lib, boshqa qilib oq qildim, ko'k qildim, chiqib ketib, qaytib kirmayman, unaqa narsa bo'lmadi. O'sha joyini o'zida mayli bo'lmasa qaytarib olib ketamiz aka, sizga agar yoqmagan bo'lsa dedim. Shotirini chaqirib, nechta qolgan akam mahsulotlar dedi, qolmagan dedi. Shu ozgina qolgan dedi. O'sha bitta assortiment qoldi, o'sha yaxshi sotilmadi dedi. 7 xil assortimentdan o'sha 6 xili sotilib tugagan ekan. Haligi musor ekan deb turgan odam bo'lmasa mana shu turganidan emas, qolgan o'sha sotilganidan yana o'shanchadan chiqarib yuboring dedi. Qancha zakaz bergan bo'lsa, shunchadan dedi. Shunda men kulib, "Aka, endi bu safar stavkani ko'taramiz, endi 2 baravarga ko'taramiz. Endi o'sha olganingizchalik emas, 2 baravar ko'psa, mayli" deb o'zi ham uyalib ham qoldi qanaqadir. O'sha yerda men nima deydi, uni qo'pol muomalasiga ham o'sha normalni, adekvatni, chiroyli nima deydi, muomala qilganim uchun ham balkim shunaqa xullas sotuvga erishdim. O'sha tochka ham undan keyin ham undan ham ko'proq olib sotishni boshladi. Xullas kalom hissa shuki, targ'ibot agent agar prosta targ'ibot agent bo'lsa, savdo vakili bo'lsa, u hech qachon o'smaydi, hech qachon nima deydi, uzoqqa bormaydi. Targ'ibot agentda diplomat bo'lish kerak, unda diplomatiya xususiyatlari bo'lish kerak, psixologlik xususiyatlari bo'lish kerak. O'sha har xil o'sha jarayonlarni konfliktga aylantirmasdan, naborot tekislab, chiroyli hal qilib, o'zini foydasiga hal qilib keta oladigan qobiliyatlari bo'lsa, o'sha targ'ibot agent o'sadi. Kelajakda supervisor, menejer, direktor undan ham kattasi o'zini biznesiga ham ega bo'lib ketishi mumkin. Mana shunaqa. Lekin men targ'ibot agentman, diplomat emasman, psixolog emasman, faqat o'zimning ishimni qilaman desa, u o'smaydi. 45 yildan keyin ham o'sha agent bo'lib pensiyaga chiqib ketishi mumkin.